Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aka opa singillar, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan hurmatli obunachilarimiz. Bugun o'zimizni xonadonimizdan chiroyli ikki bosh yaxshi sinaqda yosh yuvosh sigirlarimiz bor. Shularni e'tiborlarga havola qilib o'tamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani Quvandiyali sentrida. Yoshidan bo'lsin, yuvoshidan bo'lsin deganlarga chiroyli ikki bosh sigirimizni ma'lumotlarini beramiz. Hafta kuniga 24-iyun 2025-yil. Manzilimizni aytib o'tdik. Farg'ona viloyati Quva tumanida o'zimizning xonadondan ishonchli sigirlar ma'lumotlarni berib o'taman. Bu birinchi molimiz. Bolasi uqacha. Mana ichi ketdi, hech narsasi yo'q. Tishlari to'rt kurak. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, 120 atrofida bo'ylari. Mana elinlarni ham ko'rib qo'yinglar. Mana jonivorni orqa tomonda. Yelini o'zidan katta jonivor. Bo'ylariga keladigan bo'lsa 120 bo'ylari. 4 kurak tishi, xohlasalar ham birinchi bolasi deydilar, xohlasalar ham ikkinchi bolasi deydilar. Mana uzoqdan ko'rinishini ko'rsatib beramiz. Hozir bolalarni videoni oxirigacha ko'rsalar ham o'tkazmasdan idirib solishlarini ko'rsatib beramiz. Bolasi uqacha. Bo'ylari 120, sutlari keladigan bo'lsa 8 litrga hisob qilinglar. Yaxshi boqsalar 10 ta beradiganlar. Mana. Bu odam buni boyqilniga qarab turib 10 ta deydi. Pulga keladigan bo'lsa uzoq cho'zimiz 23.500.000 so'm. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bepul uzoqlarga kelishtirib beramiz. Bu ikkinchi molimiz. Xunajinli, juda go'zal, chiroyli. Buni bo'ylari 125 atrofida. Mana kelinlar. Voy jonivor. Mana buni ichi ketdi, boshqa narsasi yo'q bolasida. Bolasi 5 kunlik. Mana bu. Kelajagi bor edi. Et boshlari yaxshi, bo'ylari 125. Balki plus chiqar. Jonivor. Rasa yuvosh, hozir hisob ularni ko'rsatib beramiz. Ular ham 7-8 litrga hisob qilinglar. Ana jonivor uzoqdan ko'rdi shuni. Pullariga keladigan bo'lsak, bu ham bir xilda 23.500.000. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bepul, voha tomonlarga kelishtirib insof sari baraka qilib sotamiz. Ana elinlar, solishlarini ko'rsatib beraman chiroyli qilib. Mana aziz obunachilar, yedirish jarayonini boshladik. Yakka o'zim bo'lganligim uchun yetalab ko'rsatib berayapman. Oyoq qo'llari yurish turishga, tan jon sog'ligiga javob beramiz. Yeb ichmasa, ustida tepsa, bir kasal nuqsoni bo'lsa, mol bizniki. Bir haftadan ichida bemalol sinab olaverasizlar. Xudodan qo'rqib to'g'ri aybini aytib qaytarib bersalaring, hech qanaqa gap so'z yo'q. Pulingga ertaga, indinga kelgan gap bo'lmaydi. Aybi bo'lsa, molni o'zim borib olib kelaman. Realniy aybi bo'lsa, isboti bilan bo'lsa bo'ldi. Hech qanaqa gap so'z yo'q. Hozir idirib solishlarini ko'rsatib beraman. Mana bismillah deb sog'ishni ham boshlayapmiz. Mana paqirimiz bo'm-bo'sh. Endi yakka o'zim bo'lganligim uchun bir qo'lda sog'ib ko'rsatib beraman. Mana bu birinchi yerim. Jonivor tushlari ham shovullab juda tushadi. Birinchisiga shunchalik tutamlar. Endi videomiz cho'zilib ketmasin, uzib turamiz. Ikkala qo'limda sog'ib turib, sog'ilib bo'lgandan keyin oxirida ko'rsataman qancha sog'ilganini. Mana paqir turibdi. Mana bu bemalol. Mana aziz obunachilar, molimizni ham sog'ib oldik. Mana paqir turibdi.
Ana bemalol sog'ib. Ana. Jonivor nima qilyapsan demaydi. Pashshaga bir oyoq ko'tarib ol. Ana. Ana sog'ib oldik, bitta qo'ymay. Qani yelindan asar ham qolma. Ana baqirimizni oz to'kib ko'rsatib qo'yaman. Bitta o'zim bo'lganligim uchun yarmini sal to'kib oldim. Ana. Hozir bunisini sog'amiz, xudo xolasa. Umar sog'ib oldik mana. Aziz obunachilar, yedirishni ham boshlab oldik. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlaysizlarga umiddamiz. Mana yelinlar janob. Kechajon. Tutamlari ham yumshoq. Qani bismillahirrohmanirrohim deb baqirimizni bo'shatib olganmiz. Ana bu birinchi yilini. Tak. İkinci yilini. Üçüncü yilini. Ana to'rtinchi yilini. Hozir sog'ib qo'yganini ko'rsataman, xudo xolasa. Yonimda olgan odam bo'lganda sog'ib berib turardi, men videoga olib turardim. Yakka o'zimligim uchun hali bir qo'lda sog'ish noqulay bo'lyapti. Eng muhimi yuvish bo'ldi. Ana obunachilar sog'ib oldik. Ana birinchi molliki, bu ikkinchi mollik.